Mana tirsaklarni hamda mana bu kecha operatsiya bo'ldi. Shunday ahvol buyog'i mana bundaqa mayli hali yaxshi bo'lgan tushib yotibdi. Mana yaxshi onasini ololmayapti, xullas temirni olamiz dedi, menikini ololmadi. Hali bitmabdi ekan. Endi iymoni bit odam, Xudodan xabari bor odam avvalo qilgan yaxshiligini, ehsonini minnat qilmaydi. U ehson, yaxshilik hisoblanmay qoladi. Minnat qiladigan odam bo'lsa bu videoni ko'rib ham o'tirmasin. Xudodan xabari bor odam o'zi bilib buni qilaveradi Alloh uchun. Hech kim bandasi uchun buni qilmaydi. Alloh uchun ehson qiladi. Ehsonni mukofoti ehson bo'ladi. Ana shuni ko'rib bir xulosaga kelingizlar. Kim ko'rsa ham ko'rib mana shuni bir yaxshi xulosaga kelsa, Alloh so'ragan har bitta tilagini ijobat qilsin. Allohim biz shu holatda so'rayapmiz. Allohim o'zi panohda asrasin. Martabalarini ulug' qilsin, rizqlarini bit qilsin, iymoni bit bo'lsin. Allohning suyukli bandalaridan bo'lish nasib ro'za aylasin. Payg'ambarimizni suyukli ummatlaridan bo'lish nasib ro'za aylasin. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin, ko'rganlarga rahmat.